Qadr kechasi o'zi noma'lum asli. Asli noma'lum. Qadr kechasi eng kuchli qavlga ko'ra shuki, Qadr kechasi har yil aylanib turadi. O'sha yo Ramazon ichida aylanib yuradi. Endi ko'proq rojih gap oxirgi 10 kunlikda va oxirgi 10 kunlikning toq kechalarida aylanib yuradi. 121-kecha, 127-chi, 123-kecha bo'lishi mumkin. Shuning uchun u 27-kecha Qadr kechasi bo'lish ehtimoli yuqori hisoblanadi. Lekin hadislardagi umumiy xulosadan dalolat shuki, Qadr kechasi mana shu 10 kunlikning toq kechalarida yillar osha aylanib turadi. Birinchi eng kuchli rivoyat 27, ikkinchi o'rindagi kuchli rivoyat 21-kecha. Bittasini 21-da bag'ishlasin, bittasini 27-da bag'ishlasin, yaxshi bo'ladi inshaalloh.